To'q tushirmaymiz akalar, to'q tushirmaymiz. Bu o'zbek segmentidagi eng katta open case. Tayyormisan? Ola! 1% ha? Yo'q! Yo'q! Voy, Kutib oling, qarshingizda. Tum demek kun demek kayfiyat bersa, yana bo'lsa to'ymadim qaytadan dersan. Kesak davridan borman, esla tarixda borman. Qiziq voqea birgina zotda, ko'tarar kayfiyatini otday. Bunday kanal yo'q hatto ilotda, yangidan yangi faqat bezotda. Loylarim meni, boylarim meni. Siz uchun bu azizlarim meni. Loylarim meni, boylarim meni. Nomer 1 kim? Salyut akalar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Fezot kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, akalar va opalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda yana bir open case videoyimizga xush kelibsizlar. Bugun xudo xolasa bizlar bilan birgalikda ukamiz, o'zimizni shogirdimiz Jagir Hoji janobi oliylari birgalikda hamrohlik qiladilar. Jagir, bitta el yurtga bir salom ber uka, qani? Assalomu alaykum akalar, opalar, tuzumsizlar akalar. Mana bugun yana yangi open case'imizga, videomizga xush kelibsizlar akalar. Ha, qarochi, bugun jinnichilikning kattasi bo'ladi akalar. Tirs qilamiz, stok qilamiz. Hisobimizda e'tibor beringlar, $5285 pul bor. Bu oldingi pichoq. Bu pichoq. Akalar, tushuntirib o'taman. Bu pichoqning puli menga 1 oyga berilgan edi. Ya'ni bu degani 1 oy davomida men open case qilishim kerak edi. Lekin men jinni oldingi safar yeb qo'yib, o'shani qaytarib joyiga qo'yib qo'ydim. Tushunayapsizlarmi akalar? Bugun undan ham dahshatliroq ish qilamiz. Ya'ni men bu $5000 pichoqni $10000 nimagadir aylantirishga harakat qilamiz akalar. Shuning uchun likelarni bosib qo'llab-quvvatlab o'tiringlar. Bizada mana bunaqa mayda-chuyda avtomatlar ham bor. Ya'ni men bu $44 FAMAS Cell sotib yuboramiz. Deagle buni ham sotamiz. Kalash buni ham sotamiz. Men bu narsa Glock buni ham sotib yuboramiz akalar. Hisobimizda $784 pul qolgan bo'ladi. Tekin keysdan ham hozir bir bahonada ochib yuborsak bo'ladi. Ketdik. Qani Jagir Hoji nima gaplar? Uka, nimalar bo'lyapti olamda? Nimalar ketyapti? Cho'g'idek menda tinchlik og'a, endi jinnilik qilaman deb keldim mana sizni. Bir hayotga bir yangilik qilaman deb keldim. Sani elotingda yo'q-ku uka, bu ish qiladigan odam ishon. Hozir Yaxshi. Qani. Bu tekin keysdan nimadir kutish o'zi akalar noto'g'ri-da. To'g'risi. Men necha beraversin-chi. Haqqacha ber aka. Suvdan ichinglar. Hayra. Loy. Tak, 30-case. Level 30, ya'ni 30-darajadagi case bo'ladi-da bu to'g'ri. Hisobimizdagi summaga, ya'ni $784 ga maksimal qimmat skilllardan tushirishga harakat qilamiz Jagir. Maksimal qimmat skillar. Tuk. Bizani ishimiz xarosh. Keyin akalar, agarda sizlar ham bu saytda open case qilmoqchi bo'lsanglar, pastdagi promokod orqali hisobingizni to'ldirsanglar, mana bu joyga mana promokodni yozasizlar va add tugmasini bossanglar, 7% qo'shimcha balans beriladi akalar hisobingizga. Masalan, $100 ga hisobingizni to'ldirsanglar, ustiga $7 qo'shib beradi. Bonus tariqasida akalar. Oldindan aytib o'taman, bu saytdan ko'p narsani kutib tashamanglar. Tushunayapsizlarmi? Risk tavakkal narsa. Ko'p narsa kutmanglar. Ya'ni kirib turib, vashi dahshat bo'lib ketaman deb o'ylamanglar akalar. Shunaqa narsa. Tekin keyslarimiz tugadi, Jagir Hoji. Endi qarang, mana shu $72 keysdan maksimalni ochishga harakat qilamiz va bittadan ochamiz, ketdik. Qani bitta. Qani. Yo'q. Apa biyingiz ana har $32. Men necha akalar ketdik yana.
O'zichani 100lik keysdan ochiverish kerak edi. Marras, seni gapingga kiribman. Tota! Marras. $40. Mayli, necha akalar, necha. Panika qilmanglar. Tak, keyin pastroqqa tushamiz. Yana nimalar bor? Qanaqa variantlar bor? Bizga normal narsalar tushishi kerak edi. U mayda-chuyda qirdamirdalar kerak emas bizga. Xo'p, mana $200lik keys bor ekan. Mana shundan ikkita ochib olaylik. Bitta yashilni ochib ko'ring. Qaysi yashil? Mana bunimi? Ha, bitta qani? Ketdik. Ketdi akalar. Guardian of Wilderness case. O? Ha, o'zi akalar bu marrazni gapiga kirgan mahmoda o'zi akalar. Men aytdim sizlarga. Ko'tini yumiydi bu. Mana $100. O, Doppler fly. $100. Uy, to'xtab bittalar bor. Nima qilasan? 5 ta bittalar. Qani. Ana bu. Bitta gamma Doppler ber. Sira lapasi Yur. $92 ekan bu. Yaxshi. Nimasi $92 ne? Shuni olishadi-ha, Jagir? Ha, o'g'il. O, ana sizga tushgandan. Sizga boridan. $28. Pas, apasi Bu jildi. arzon ekan. $100. Jagir кейsi narxi $100 bo'ladi. O'siraq. Tota! Voy. Ketdik. Do'q tushirmaymiz akalar, do'q tushirmaymiz. Qani. To'xta. Apa, yengni. Ay. Ketdik yana. Yaxshilashyapti-da akalar. Qancha? Yo'q, 92. 46, 92 emas bu, o'siraq. Mayli, necha akalar, necha kayfiyat tushirmaymiz. $12.48 bor bizada. Hop, mana shu hit deb qo'yib ko'ryapsan, hit degani. Hit degani. Bitta ochib ko'ramiz. Qani. Hop. Qani. O'zini puli. Ha, apa biyingi. Tak, mayli akalar. Upgrade degan joyga kiramiz va bizga kerak bo'ladigan anavi 10,000 ko'kida. 10,000 ko'kida nimalar bor? Jagir hoji, qarab o'tda. MK Voy bor. MK Voy 10,000. 10,000 ko'kida mana. Yo'q. Bu yoqda mana pichoq bor. Bu Ruby og'a bu. Qip-qizil. Yo'q. Zo'rmi? Ha. Bu nima? Gungnir $10,000 turar ekan. AWP Gungnir. 12,000. 12,000. Yo, onaginang. Bu akalar. Tushadimi og'a? Men tush qiyin-u, lekin harakat qilamiz, Jagir aka. 0.1%. Harakat qilamiz. Mana shunday ko'ramiz. Mana 0.28%. 1% ham bo'lmadi og'a bu. Ey, indamay o'ta. Yaxshi. Tushsa bormi? Yo, bu botda tushmaydi, hali tushmaydi. Sabr qilib. Yaxshi. Tak, endi galasini amnak qilamiz. 0.45%. Tushunasizlarmi? Unaqa foiz bo'lmagan. Ketdik Jagir. Hırs. Oh, 1% emas, Sabr qil, Jagir. Sabr qil uka. Yo'q. Yaxshi. Bo'ladi. Hammasi paplanovoy ketyapti, akalar, paplanovoy. Bir. 1% shans. Jagir hoji mazgini suiiste'mol qilma uka. Yaxshi. Jim o'tirma bor.
1% ha? Yo'q! Oh! Oh, yo'q, yetishmadi. Sal qoldi. Yo'q, og'a bu. Og'a! Nima? Nima? Nima deysan? Qani, tayyormisizlar akalar? Bu o'zbek segmentidagi eng katta open case, ya'ni eng katta upgrade hisoblanadi menimcha. $12,000 turadi Gungnir. Bizda $5,000 pichoqqa обмен. Qani Jagir hoji? Tayyormisan? Ya, og'a, men bunga qaror olmayman. Tayyormisan? Ha, tayyorman, go. Ola! Voy! Jagir! Yo'q, ey! Maraz! 2000! Akalar! Yo-mayo, Jagir! 12,000! Field tested degani nima degani bu? Bu yaxshi og'a, zo'r ko'rinishi buni. Qarn yo'q, ey! Yo-mayo! 12,000! Kobaltni tushirib qo'ydik, Jagir! Kobaltni tushirib qo'ydik aka! Bu yig'laveraman hozir, yo'q-ey! Jallod! 12,000! Hey! Sirrazi chiqamiz bu yerdan akalar. Tak, menimcha akalar bugunga yetadi. Videoni kontent ko'rdinglar, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Albatta, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like-ni bosinglar va kanallarimizga obuna bo'lib, 12,000 haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Uni nima qilasiz? Qayta ketsanglar, u yog'i meni ishim, loylar. Tushunyapsizlarmi? Albatta. Ha, sizlar like-ni bosinglar va fikringlarni yozinglar. Terlab ketdim men. Jagir bir nimadi. Akalar, yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yana shunaqa kontentlar qilamiz sizlar uchun. Ungacha 12,000 ga maza qilinglar akalar sizlar. Okey. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar akalar. Xayr. Yo fezot hamma kontent faqat shit